Okay guys, bilasizlar, 1 yil oldin Italiyaga foundation kursini o'qish uchun ketgandim. Mana bugun bitirib keldim demayman. O'tgan oy keldim O'zbekistonga va bugungi videoda borib nimalar qilganimni, qanaqa tajribalar olganimni hammasini sizlar bilan ulashmoqchiman. Foundation kursi nima bo'layotganlarga, foundation bu maktabni bitirib Italiyada o'qimoqchi bo'lgan studentlarga Italiya universitetlari tomonidan taklif qilinadigan 1 yillik tayyorlov kursi. Bordim, ko'rdim, o'qidim. To'g'risi o'ylaganimdan ancha osonroq bo'ldi. To'g'ri, maktab programmasi ancha qiyin. Universitet darajasida emas. U yerda shu italyan tilini o'qidik va bakalavriada o'qimoqchi bo'lgan kursimizga oid ba'zi fanlarni ham o'qidik. Eng anaqasi Italiyaga borishdan oldin kutilmalarim qanday edi-yu va reallik qanaqa bo'ldi. O'ylagandim, Italiyaga boraman, hech kimni tanimayman, meni ham hech kim tanimaydi. Siqilaman, yolg'izlik, depressiya deb o'ylagandim. Unaqa bo'lmadi. Xudoga shukr, u yerda juda ham ko'p do'stlar orttirdim. Ular bilan juda ham zo'r ishlar qildik. To'g'risi, uydan uzoqligim ham bilinmadi va o'zimni shu uyimni eslatib turadigan odamlar bilan o'radim. Yana bir o'zim hayron qolgan narsa, o'zimni ochilmagan qirralarimni ochdim. Ya'ni o'ylardim, men introvertman, odamlar bilan gaplasha olmayman, anaqa odamovman, borib qiynalaman deb o'ylagandim. Bilmayman nima bo'ldi. Hech qanaqa qiyinchilik ko'rmadim. Ya'ni odamlar bilan gaplashishda, ular bilan tanishishda, bilmayman nima, qanaqadir tirik qolish instinktlarim ishlab ketganmi, bilmayman. Hech qanday social skilllarimda muammo sezmadim. Xayolimga kelib qoldi. Menimcha bu narsa haqiqatan rost bo'lmasa-chi? Ya'ni men yoshligimda shunaqa introvertsan, odamlar bilan gaplasha olmaysan deb meni miyamga quyishgan va men ham o'ylaganman, haqiqatan shunaqa ekan deb taqdirga tan berib harakat qilmay qo'yganman. Balkim shunaqa bo'lsa-chi ham deb ham o'ylab qoldim. Balkim o'zimning shaxsiyatimni noldan qurishim sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Ya'ni o'zim hech kim tanimaydigan joyga borganman, men ham hech kimni tanimayman va majbur bo'lganman o'zimni haqiqiy o'zim sifatida ko'rsatishga. Chunki o'zimiz mahallada men o'sha tug'ilmasimdan oldin programma tayyor, palonchi o'g'li, bunaqa va o'zim o'shanga qarab harakat qilaman. Men begona joyda o'zim o'ylayman, haqiqiy o'zimni ocha oldim. O'zimni haqiqiy o'zimday tuta oldim. Yana bir narsa, o'zimni prosta fumble qildim. Chunki atrofimda har xil odamlar bo'lganda, bittasi qanaqadir 5 ta tilda biladi, bittasi professional boksyor, professional dasturchi, yana biri full crossfit qilib olgan. Keyin miyamga mana bu fikr keldi. Bratishka, o'zingni sal bosib ol. Dunyo sen atrofingda aylanmaydi degan narsani o'zimga aytdim. Xullas shunaqa gaplar, gapirsam gap ko'p. O'sha video filosofik videoga aylanib ketib qoladi, ya'ni ozgina ko'p gapirsam. Bemalol ayta olaman, Italiyada o'qishdan faqat akademik jihatdan balkim shaxs sifatida ham o'sishimga va katta yordam berdi. Va yana, agar foundation kursi kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, bu haqida alohida video chiqarishim ham mumkin. Agar izohlarda yozsanglar, albatta chiqaraman. Ya'ni qanaqa dokumentlar ketadi, o'sha proseslar qanaqa bo'ladi va o'zimni haqiqiy tajribalarim bilan ham bo'lishaman. Ya'ni qanaqadir Wikipediyadan o'qib emas, o'zimni boshimdan o'tkazgan haqiqiy real narsalarni ham gapirib o'taman. Hammaga salomat. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my